Ayyorliklar futbolning bir qismi. Futbolchi zoti borki, o'z jamoasi uchun har qanday uslubda bo'lsa-da foyda keltirgisi keladi. Tarki odat amri mahol deganlaridek, bolaligidan har xil hiylalar singdirilgan futbolchilar hattoki VAR zamonida ham hakamlarni chuv tushirishga urinmoqda. Bugungi sonimizda futboldagi qiziqarli, yuqori IQli va ba'zi o'xshamagan ayyorliklarni ko'rib chiqamiz. Bu futbol faktlari boshlashimizdan oldin kanal rivoji uchun muhim bo'lgan ishlarni bajarib o'tishingizni so'rab qolamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. ...2018-yilning yanvaridagi Watford Southampton o'yinida Abdulla Dukurening ushbu goli VAR hali futbolda yo'qligi sababli inobatga olingan. Xuddi o'sha yili Championshipda ham Leeds shunday gol ortidan Nottingham bilan durang o'ynagan. Bir paytlar Real Madrid Juventus o'yinida Arturo Vidal shu holat uchun penalti so'ragandi. Arsenal West Ham bahsining so'nggi daqiqalarida Martinelliga qarshi foul ishlatiladi. Arteta esa Gabrielga vaqtni o'ldirish uchun maydon ichida yotish kerakligini aytadi. 2010-yil United Tottenham o'yinida APL tarixidagi eng g'alati gollardan biri urilgan. Luis Nani avvaliga penalti so'raydi, biroq Klattenburg hech qanday qoidabuzarlikni qayd etmaydi va o'yinni davom ettirish kerakligini aytadi. Xatoning eng katta egasi esa Aurelio Gomez. 2025-yil Germaniya-Italiya bahsida nemislar burchakni kutilmaganda amalga oshirib yuborishadi. Shu bilan birga barchasi qonun doirasida edi. Mundialdagi Avstraliya hamda Daniya o'rtasidagi bahsda Kasper Hjulmand qog'oz orqali Eriksenga ko'rsatma yuboradi. Buni ko'rgan raqib futbolchisi esa qog'ozni o'z murabbiyiga yetkazadi va shundan so'ng ular almashtirish amalga oshirishadi. O'sha o'yinni Avstraliya 1-0 hisobida yutgan. Euro 2024 chorak finali. Penaltilar seriyasi uchun alohida tayyorgarlik qilib kelgan Pickford hech bo'lmasa bir zarbani qaytarishga erishadi. Inglizlar uchun esa aynan o'sha birgina seyf yetarli bo'ladi. 2013-yilgi Bavariya Barselona 4-0 bahsida dubl qilgan Müller Robbenning goliga ham qo'shtirnoq ichida assistentlik qilib yuboradi. 2 metrdan oshiq bo'yi bilan mashhur Peter Crouch bir safar Arsenal darvozasiga mana shunday gol kiritgandi. ...2018-yilgi Jahon chempionatining Polsha-Yaponiya bahsi. Hisobda oldinda borayotgan polyaklar bosh murabbiyi Adam Navalka almashtirish qilish uchun o'yinchisiga ayyorlik qilishga ko'rsatma beryapti. 2010-yilgi Barselona Inter yarim finalida ushbu harakat uchun Thiago Motta maydondan chetlatiladi va Inter qolgan 60 daqiqani bir kishi kam bo'lib o'tkazadi. Aston Villa a'zosi Douglas Luiz Arsenal darvozasiga Olimpico, ya'ni burchakdan to'g'ridan-to'g'ri gol urgan. Lekin yaxshilab e'tibor berilsa, kamera Ramsdale'ga maksimal xalaqit berishni uddalaganini ko'rish mumkin. United va Chelsea o'rtasidagi olovli o'yinlardan birida Rafael biroz qizishib ketadi. Aynan shuni kutib turgan vatandoshi esa o'z rolini ajoyib tarzda ijro etadi. Yana ingliz futboli. Brentford Nottingham bahsida 8 oylik diskvalifikatsiyadan qaytgan Toni to'pni o'zi uchun qulay nuqtaga joylashtirib oladi hamda g'alaba golini kiritadi. ...2018-yil Shveysariya bilan o'yinda rekord darajada yiqilgan Neymar o'yin usiz boshlanib ketmasligi uchun yana maydonga qaytishni ham eplab qo'ygan. Euro 2020 chorak finali. Belgiya-Italiya bahsida Ciro Immobile o'zini jarohat olgandek ko'rsatishga zo'r berib harakat qiladi. Jamoadoshi Barella gol urganini bilganidan so'ng esa sekingina turib uni nishonlashga ketadi. West Bromwich Chelsea o'yinida amalga oshirilgan Johnny Evansning o'sha mashhur finti.
2010-yilgi Chempionlar Ligasi guruh bosqichi 5-turida Ajaxni 4-0 hisobida yutib turgan Real bosh murabbiyi Jose Mourinho play-off oldidan kartochkasi yig'ilib qolgan futbolchilarini toza holda olib chiqishni reja qiladi va avvaliga Xabi Alonso, so'ngra Sergio Ramos atayin tarzda ikkinchi sariq kartochkasini olib maydondan chiqib ketishadi. So'nggi turda ularning ishtiroki shart emasdi. Bundan xabar topgan UEFA keyinchalik Realga va uning a'zolariga moliyaviy jarima qo'llaydi. Liga 1 doirasidagi Lens Clermont o'yinida mehmonlar darvozaboni Uparin Joko ortida yashirinib turgan ayyor raqibini sezmay qoladi, garchi jamoadoshi uni bundan ogohlantirgan bo'lsa-da. MLS'dan bir xabar olamiz. Salt Lake'ga qarshi bahsda Dallas a'zosi Jesus Ferreira mana shunday gol kiritadi. Hakam o'ynashga ruxsat bergandi. Asosiy xato esa raqibning bemalol zarba berishiga qo'yib bergan Salt Lake futbolchilarida. Mundial saralashi doirasidagi Qatar-Hindiston bahsida mezbonlar to'lig'icha chiqib ketgan to'pni maydonga qaytarib gol urishadi. VAR bo'lmagani sababli hakamlar golni hisoblab yuborishgan. PSG Montpellier o'yinida Dembele fol so'rab maydonga yotib oladi. Kylian esa burchakni tezda amalga oshirib Olimpico gol kiritadi. Biroq hakam Dembeledan xabar olayotgani sababli golni hisoblamaydi. Bournemouth Southampton bahsida Ryan Bertrand istamaymi yoki atayin out ochishni eplay olmaydi. Ortidan esa bu vaqt cho'zish ekanligini qo'shib o'tadi. Chempionlar Ligasi o'yinida David Luiz Zlatanga sharoit yaratib beryapti. Yana PSG. Bastia bilan o'yinda Matuidi jarohat olgandek bo'ladi. Parij futbolchilari o'yinni to'xtatishni so'rashadi. Bastia a'zolari ham fair play sababli to'xtab qolishadi. Faqatgina Marco Verratti to'xtashni istamaydi va kutilmaganda raqib darvozasiga zarba beradi. Gol inobatga olingan. Ayyorliklar hammada bo'lib turadi, hatto afsonalarda ham. Napoli-Chelsea bahsida Aronika biroz qo'lini balandroq ko'taradi, lekin holat Drogba ko'rsatgandek xavfli emasdi. Bir o'lib, darhol tirilish borasida Suarez barchaga master-klass o'tab beradi. Erediviziya bahsida Ajax himoyachisi Joel Veltman avvaliga raqiblarni to'xtatib, o'zi kutilmaganda yurishni boshlaydi. Yaxshiyam vaziyat gol bilan yakunlanmagan. Odatda jamoa sardorlari maydondagi eng tajribali futbolchilar bo'lishadi va ular qachon ayyorlik ishlatib goldan qutulib qolish mumkinligini bilishadi. Bugungi dasturimizdagi eng yuqori IQli ayyorliklardan biri. Hujumchining reaksiyasi esa shunchaki shedevr. Hozirgi kunda darvozabonlarning penaltilar seriyasi uchun shpargalka tayyorlab olishi odatiy hol, biroq avvallari bu anomal holat bo'lgan. 2006-yilgi Mundialning Argentinaga qarshi bahsida nemis posboni Jens Lehmann ana shunday qog'ozdan foydalangan va termasini yarim finalga olib chiqqan. West Ham Liverpool bahsida Bowenning penaltisi oldidan Van Dijk nuqtani chuqurlab qo'yadi, lekin buning katta foydasi tekkan deyishdan yiroqmiz. Konferensiyalar Ligasi finalida Jozening shogirdi Abraham uning ko'z oldida faxr ila vaqt cho'zayapti. Futbolda oyoqni himoyalovchi moslamani taqish majburiy. Albatta, bu avvalo futbolchining o'z sog'lig'i uchun, lekin Olise kabi yulduzlar buni harakatlanishga xalaqit qiladi deb biladi. West Ham bilan o'yinda Bruno hushtakni eshitishiga qaramay erinmasdan to'pni darvozaga joylab keladi. 1986-yilgi Mundial chorak finalida Maradona tomonidan Angliya darvozasiga urilgan o'sha mashhur gol. Golli hujumdan qutulib qolishning eng ayyorona yo'llaridan biri bu maydonga ikkinchi to'pni kiritib yuborish. Hakam esa bor yo'g'i sariq bilan cheklana oladi xolos.
Avvaliga qo'l bilan gol urib, so'ngra boshidan yaxshigina zarba yegan Neymar uyalmasdan penalti so'rayapti. Futbolda ovozlar ko'p narsani hal etadi. Bournemouth Watford o'yinida Arterning qoldir degan ovozini o'z jamoadoshinikiga deb o'ylagan Chaloba ajoyib imkoniyatni ko'kka sovuradi. Augsburg darvozaboni Marvin Hitz darvozasiga penalti belgilanganidan so'ng 11 metrlik nuqtani qasddan yomon holatga keltiradi. Köln hujumchisi Modest esa aynan shu ayyorlik qurboniga aylangan. 2018-yil City Shaxtyor o'yinida Sterling barcha davrlarning juda g'alati va kulguli penaltilaridan birini ishlashga erishadi. Rahim keyinchalik ushbu qilig'i uchun uzr so'rab ham chiqqan. 2008-yilning bahoridagi United Arsenal bahsida Adebayor qo'li bilan to'pni darvozaga to'g'rilab yuboradi. Yaxshiyamki, o'sha bahs MU foydasiga hal bo'lgan. Juventus hamda Real Madrid o'rtasidagi Chempionlar Ligasi finali. Juan Cuadrado to'pga borayotib Ramosga tegib ketadi. Buni agressiv harakat deb o'ylagan Felix Brich esa unga ikkinchi sariqni ko'rsatadi. 2013-yilgi Liga Kubogida Jan Vertonghen yiqilayotib Aston Villa straykeri Heleniusning sho'rtigidan tortib qoladi. Villa a'zolarining noroziligiga qaramay vaziyat penalti uchun yetarli emas deb topiladi. Leipzig Real bahsida Brahim Diaz oyog'ida noqulaylik his qiladi va to'xtab qoladi. Biroq mezbonlar o'yinni to'xtatishmaydi va Realning baxtiga Lunin Sheshkoning zarbasini bartaraf etadi. Shundan so'ng Toni Kroos o'z asablarini jilovlay olmaydi. Kuppa kunduz kuni voleybol o'ynagisi kelib qolgan Kilian ...2012-yil North-Shelland Shaxtyor o'yinida Willian fair play sababli to'pni raqiblariga uzatadi, biroq Luis Adriano uni egallab yakunda darvozani ishg'ol etgan. Katta noroziliklar keltirib chiqargan ushbu holat ortidan keyinchalik Adriano bir o'yinga chetlatilgan ham. Robben dribling borasida qay darajada usta bo'lsa, penalti ishlash bo'yicha ham mahorati undan kam emasdi. Futbolda to'pni libos ichiga solib bo'lmaydi. Bu xuddi qo'l bilan o'yindek talqin qilinadi. Bir safar Jan Gunnar Solli bu uchun ogohlantirilgan edi. 2010-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichida fransuzlar aynan Anrining mana shu harakati ortidan yo'llanmani qo'lga kiritishadi. Keyinchalik ularning turnirni sharmandali o'tkazgani esa hech kimda achinish hissini paydo qilmagan. Ikkinchi to'p bilan bog'liq yana bir ayyorlik. Feyenoordga qarshi muhim g'alaba qo'lga kiritilayotgan o'yin oxirida Antoni o'zini jarohatlangandek tutadi. Maydonga qaytganidan so'ng esa Tadic bilan ochiqchasiga sirk uyushtirishadi. Barchasini kuzatib turgan hakam ikkinchi sariq orqali uni maydondan chetlatgan. Arsenal va Leicester o'rtasidagi bahsda Alexis raqib himoyachisi outdan to'pni tashlashiga maksimal xalaqit qiladi. Zarba qabul qilganidan keyin esa sekingina aktyorlik ishlarini boshlaydi. Stoke City darvozasi tomon berilgan jarima zarbasi vaqtida Newcastle himoyachisi Steve Taylor darvozabon Asmir Begovichning jonli devor joylashtirishiga maksimal xalaqit beradi. Tasodifni qarangki, Yoan Kabay aynan ushbu nuqtaga to'pni joylab qo'yadi. Bir safar United Arsenal o'yinida Alexander Lacazette futbol qoidalariga yangilik kiritmoqchi bo'lgandi. Futbolda hakamning barchani maydondan chiqarib yuborishga haqqi bor. Shu jumladan mana bunday noto'g'ri harakat amalga oshirgan Bolboyni ham. Mainz Werder o'yinida mezbonlar hujum qilayotgan payt Robin Quaison o'zini bog'ich bog'layotgandek ko'rsatadi. So'ngra himoyachilar taqibidan xoli bo'lgan Quaison xotirjam to'pni darvozaga joylab qo'yadi.
Goldan keyingi to'p uchun kurashda Gamburg a'zosi Papadopoulos raqib unga zarba bergani sahnasini maromiga yetkazib o'ynab beradi. Biroq gretsiyalik himoyachi VAR borligini hisobga olmagandi. 2018-yilgi finaldagi o'sha mashhur holat. To'p uchun kurashga kirishgan Ramos negadir yiqilayotgan paytda ham Salahning qo'lini qo'yib yuborishni istamaydi. Videoni shu yerigacha ko'rgan bo'lsangiz, ehtimol u sizga yoqqan. Shu pallada unga like bosib, izoh qoldirib, kanalga obuna bo'lib ketsangiz, biz uchun juda katta yordam bergan bo'lasiz. Har ehtimolga qarshi video ostida donat uchun ham link qoldirib ketaman. Bu futbol faktlari, yaxshi kunlarda uchrashguncha o'zingizni asrang.